Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Yana bitta foydali video sizlar uchun foydali bo'ladi degan umiddaman. Onlayn do'konini yuritmoqchi bo'lganlar, Amerikada bozor ochmoqchi bo'lganlar, do'kon yuritmoqchi bo'lganlar uchun video mana O'zbekistondan turib ochilgan kadirmarket.com domen sotib olingan $16 ga. Bu do'konim ancha vaqt to'xtadi. Domen sotib olganimga taxminan 3-4 oy bo'ldi. Menimcha sentyabr oyida sotib olganman. Undan keyin bitta muammo bo'lgan. To'lovni qabul qilish. Ya'ni amerikaliklar to'lovni sizga qanaqa qabul qilasiz? Amerikadan qanday to'lov qabul qilinadi degan narsaga aaa, muammo bo'lgan. Undan keyin to'xtab qolgan edi. Keyin to'lovga ham yechimni topdik. Mana settingga kirib o'tadigan bo'lsak, mana bu yerda mana to'lovlar tizimi. Ya'ni odamlar sizni do'koningizga kirib qanday to'lov qiladi degan tizim. Mana shu yerga kirganingizda mana даже akkauntlarimizni Stripe akkaunt ochish yo'lini topib, O'zbekistondan ulab qo'yganmiz. Stripe akkauntni ommaviy yo'li bor, bitta ochish usuli, uni ko'pchilik biladi. $500 to'laysizda Stripe Atlas global to'lov tizimidan foydalanib, Amerikada, O'zbekiston yoki boshqa Stripe qo'llab-quvvatlanmaydigan davlatlardan turib hisob ochsa bo'ladi. Tak, buni yangilamayapti. Xullas, uni ko'pchilik biladi. $500 to'lab ochsa bo'lishini bilasiz. Yoki bo'lmasa, bir xilgina aytadi, Stripe akkaunt ochgandan keyin, lekin unga ham baribir ochish kerak. Xullas, Stripe akkaunt ulangan. Tak, bu sahifa ishlamayapti hozircha. Tashqaridan ko'rsatib beraman bu ishlayotganini. Keyin bu ikkinchi muammo produktlarda ekan. Mana, produkt o'ylashingiz mumkin. Men nima sotaman? Bu do'konimni ochganimdan keyin nima sotaman? Qanaqa qilib yetkazib beraman Amerikaga deb o'ylashingiz mumkin. Buni yo'llari juda ham ko'p. Tak, lekin ahamiyat berishingiz kerak. Nimaga ahamiyat berishingiz kerak? Juda ko'p mahsulotlar, masalan, mana Unisex hudilari, ya'ni bu yerda nima desam bo'ladi? Print ko'rib turganingizdek mana oldida rasm turibdi. Aynan mana shu narsani o'zingiz sozlaysiz. Bu o'g'rizik rasmi, musiqachi, funk yaratuvchi. Men o'zim buni sozlab qo'yganman Printfuldan bu import qilingan meni do'konimga mana o'zini narxi mana shuncha bo'ladi deyapti. Bu yerga o'zini narxini kiritib qo'ysangiz, sizga Shopify nimasini chiqarib beradi, qancha foyda qilayotganingizni. Bu mana bu narxni kiritishingiz shart emas. Eng qimmatini kiritishingiz kerak. Chunki eng qimmat mahsulot sotilganda ham siz eng kamida qancha foyda qilishingizni ko'rish uchun mana bu yerda mana profitni ko'rsatib turish kerak. $59 deb yozilgan, bu yerda asl narxi $70 edi deb bitta belgilab qo'yamiz. Mana qayta joylash qilib qo'ysak, bu yerda nima deydi? Chegirma ketyapti deb aytib o'tib beradi. Mana masalan $70 edi, ustiga chizib qo'ydi, $59.99 sotilyapti deb aytadi. Onlayn storda sotilyapti deyapti. Keling endi buni Shopga ham qo'shib qo'yamiz. Shop nima? Shop O'zbekistonda ishlamaydi. Amerikada juda ham trendda bo'lgan nima hisoblanadi? Market hisoblanadi. O'zbekistonda ilovasini ishlatish umuman muammo. Faqatgina nimasini ishlasangiz bo'ladi. Veb-saytiga kirib ko'rsangiz bo'ladi. Lekin baribir sotib olishingiz foydasi yo'q. Amerika ichida mashhur hamma do'konlar, Amerika nomidan ochilgan do'konlar mana shu joyga avtomatikski qo'shib qo'yiladi. Bir necha kun o'tgandan keyin, Shopify aktivatsiya qilingandan keyin. Tak, bitta bu mahsulotlar qayerdan aktivatsiya qilingan, qayerdan olingan degan narsaga keladigan bo'lsak, mana bu yerda kirib ko'ramizda, pastga tushganingizda apps mana ilovalar bo'limi bor. Bu yerda bitta narsani esingizda tutishingiz kerak. Bir xil ilovalar pulli bo'ladi, bir xil ilovalar pulsiz tekinga ishlatsa bo'ladi, lekin tekinga ishlatsa bo'ladigan ilovalarni ham pulli tomoni bo'ladi. Shu tomonini o'ylab qo'yishingiz kerak. Xo'p, mana bu yerda email tizimi. Email tizimi nimaga kerak? Masalan, kimdir veb-saytingizda ro'yxatdan o'tadi. Ro'yxatdan o'tishga siz kod yozishingiz, narsa qilishingiz shart emas. Shopify o'zi kerakli tuzumlarni, hamma narsasini tuzib qo'ygan. Email просто tak nima qilib beradi? Email orqali siz ro'yxatdan o'tgan odamlaringiz email kiritadi. O'sha emaillarga xabarlar jo'natsangiz bo'ladi. Avtomatlashtirsangiz bo'ladi emaillarni. Qaysi bilan? Mana bu Flow bilan. Flow avtomatsiyasi nima desam bo'ladi? Masalan, Flowga o'zi tizim tomonidan yaratilgan xatlarni yuborib turadi. Qanaqa xatlarni yuboradi? U yerda xabari ichida sizni produktlaringiz, chegirmalar ketayotgani, sotib olishga ulgurib qoling, shunga o'xshash o'zi avtomatik generatsiya qilib odamlarni qiziqtiradigan xatlarni yuborib turadi. Siz просто bu yerda buyruqlarni sozlab qo'yasiz. Qachon va qanaqa holatda yuborish kerak? Masalan, kimdir
savatiga narsa qo'shib qo'yganda, masalan, mana bu narsani sotmoqchiman deb Uzum marketda bundoq plyus qilib qo'yadi-yu, o'shanaqalarga aaa, xabar jo'natadi. O'shani qo'shib qo'ygan, lekin sotib olmagan. Sizni mana shu savatchingizda aka, aaa, shu bundoq qarab ko'ruvdik, bir 3 ta 4 ta produktlar bor ekanda, o'shalar chegirma ketyotgandi, olib qolasizmi deb xabar jo'natib qo'yadi. Bu nima desam bo'ladi, bu unchalik 100% ishlaydi deyolmayman, to'g'ri. Hammayam emailga e'tibor bermaydi, lekin e'tibor beradiganlar nima desam bo'ladi, umuman yo'qotgandan ko'ra, ular bilan connect qilib turish, bog'lanib turish, do'koningizga qayta tashrif, hech bo'lmasa, 1000 tadan bittasi bo'lsa ham sotib olishi mumkin. Bu qo'shimcha foyda va eng muhimi flowda ishlatish tekin va bu Shopify tomonidan yaratilgan. Xullas, mana shunaqa narsalarni tortib olasiz va Air Product Review bor mana bu yerda. Buni ham tekin versiyasi bor. Men mana shu aynan mana shuni tekin versiyasidan foydalanaman. Keling, bu oddiy gapirib o'tirishdan ko'ra saytimni dizaynidan kirib, ko'rsatib beraman. Desserts mana mahsulotlar mana shu yerdan import qilinadi do'konimga. Mana shu yerdan import qilib, narxlarni belgilab chiqaman. Bu yerda bitta narsaga ahamiyat berishimiz kerak. Stok. Mana bu yerda tugab qolmagan bo'lishiga e'tibor bering. Soniga mana masalan 431 ming. Aynan mana shuni men do'konimga qo'shib qo'yganman. Mana qo'shib qo'ygan statusini ko'rsam bo'ladi. Xullas, mana shu narsani qo'shib qo'yganman. Ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan narsa bu mana bu narx emas. Chunki bu yerda $41 narxni ichiga yetkazib berish narxi qo'shilmagan. Aynan mana shuni orqasidan ko'p do'konlar minusga ham kirib qolgan. Aynan mana shu narsaga e'tibor berishni unutmang. Agar bu narsaga e'tibor bermayman, har safar tekshirib turgani vaqtim yo'q, mahsulot har bitta mahsulotni qo'yganimda u tekshirib, umumiy foydani hisoblab, umumiy xarajatni hisoblab chiqishim kerakmi deyishingiz mumkin. O'shaning uchun mana shuni hisobga olganingiz yaxshi. Mana yetkazib berish narxi $2 ekan. Bu endi shu mahsulot uchun, balki narxini orasiga ham normalniy pulni qo'shib qo'ygandir. Aslida masalan $10 bo'lsa, $8 mahsulot narxiga qo'shib yuborishganda $2 arzonroq ko'rinsin deb qo'yib qo'yishgan. Mana o'rtacha yetkazib berish vaqti 11-21 kun atrofida deb aytib qo'yyapti. Mana bu yerda xudlarni ko'rib chiqsangiz bo'ladi, lekin bu $199 umumiy hamma joy uchun bo'lib chiqadi. Mana qarang. Yana $199, lekin kuni o'zgaryapti xolos. Xullas, bu shunaqa. Tekin versiyasida tracking information bor, mana ko'rib turibsiz, lekin bu ishlamaydi. Nimaga? Siz mahsulot aynan qayerda ketyap turganini ko'rib turolmaysiz. Ya'ni mijozlaringiz olganini bilasiz, bo'ldi. Boshqa ma'lumotni bilmaysiz. Chunki siz tekinga ishlatyapsiz. Bilasiz, odatda odamlar sizga mukammalroq xizmat ko'rsatish uchun siz ularga to'lashingiz kerak. Masalan, jiyaningizga pul bermaganingiz bilan uyingizda ishlatsangiz yoqmaydi, lekin unga pul beradigan bo'lsangiz yoqadi. Xuddi shu narsa. Tak, $2 $2 turibdi. Endi mana bu yerda eng qimmat narxi $41. $41 ga $2 ustiga qo'shamizda, yetkazib berish narxini qo'shamiz. $43, $44 bo'lyapti o'rtacha. $44 bo'ladigan bo'lsa, endi mana shu $44 ni ustiga qo'shib turib hisoblasangiz, bu sizni avtomatik foydangizni chiqaradi. $44 siz sarflayapsiz, masalan, $60.99 deb narxini qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, bu sizga $20 dan ko'proq foyda olib keladi. Mana Shopify'ga kiramiz, mana meni produktlarimga kiramiz, mana va oxirgi qo'shgan mana shu o'sha kurtka va ko'ramiz. Mana o'zim ham xuddi o'sha $64.99 deb qo'ygan ekanman. Mana bu yerda mahsulotlar sifatlarini, xullas hamma narsalari bor. Tak. Kategoriyalar bor. Mana bu yerda kategoriyalarga sozlab qo'ysangiz bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, nimaga kategoriyasiga to'g'rilaysiz. Masalan, kiyimlarga, xullas o'zingizga yoqqan kategoriyaga moslab tanlab qo'ysangiz bo'ladi. Bu endi qo'shimcha nima desam bo'ladi? Sifatliroq, o'zgacha ko'rinishlar berishi uchun. Tak. Buni bildik, mana mahsulotlarni qo'shdik. Ko'pincha bitta narsa bo'ladi, muammo, hammada bo'ladigan muammo. Nima desam bo'ladi? Dessertdan mahsulot qo'yganingizdan keyin, qo'shganingizdan keyin sizda sotilgan, sotib tugatilgan deb aytadi. Buning uchun, buni hal qilish uchun mana location bo'limiga kirasiz. Location bo'limiga kirganingizdan keyin yetkazib berish manzilini qo'shib qo'yishingiz kerak. Ya'ni bu o'zi sizda yo'q bo'lishi shart emas, lekin qo'shishingiz kerak bo'lgan narsa. Ya'ni sizni omboringizda Amerikada bor deb o'ylashadi sotib olayotganlar. Bor deb o'ylashadi mana shu yerda inventoryda mana shuncha bor deb belgilab qo'yiladi. Avtomatik bu Desserts kanaliga ulanadi sizni omboringizda mana shuncha
bor deb turadi ana o'shandan keyin sotib olishdan mutlaq chiqarib yuborishadi. Xo'p, buni ko'rsatib o'tmaymiz. Xullas, mana shu narsa, Shopify bemalol o'rganib, harakat qilib, reklama qilib boshlasangiz, savdolar zo'r bo'ladi. 117 ta sessiya bu endi sessiya degani mana men bajarayotgan amallar. Bu yerda hali hech kim bo'lgani yo'q, do'kon reklama qilingani yo'q. Do'konga bilasiz, reklama bo'lmasa savdo bo'lmaydi. U savdo bo'lishni yana bitta yo'li, savdo bo'lish uchun siz, do'koningiz masalan Amerikada bo'lsa, Amerikada birorta binoda do'koningiz bo'lsa, uni hal qilsangiz bo'ladi. Tak, do'konimga kirib ko'ramiz. MDCR Store'niki mana domenimni yozamiz kadirmarket.com. Mana kirib keldik. Dizaynni o'zingiz o'zgartirsangiz bo'ladi. Mana review nima desam bo'ladi? Odamlar sotib olishdan oldin, sotib olgandan keyin xullas fikr bildirish uchun tugmalar. Mana bu yerda bitta bosadigan bo'lsangiz, men o'zim Thomas nomidan mana yozib qo'yganman bitta fikr o'zimga. Bu qabul qilingan. Bu produkt olib tashlangan. Hozir bu produkt mavjud emas, mahsulot mavjud emas deb aytib qo'yapti. To'g'ri, do'konimni yaqinda yangiladim. Aynan o'sha muammo uchun aytdim-ku sizga yetkazib berish narxi. Ba'zan $10 ham bo'lib ketadi. Siz masalan, tufta oddiy narsalarga $1 narsalarga $8 ham normalniy deb turib, $10 deb narx qo'yib qo'ysangiz, u yetkazib berishi $9 bo'ladigan bo'lsa, siz minusga kirib qolasiz. $1 dan bo'lsa ham. 100 ta sotilib ketib qoladigan bo'lsa, Xudo ko'rsatmasin, $2 dan minusga kiradi. Undan tashqari komissiya har bittasi uchun 30 so'm, 2,5%. Shular bilan xullas 100 ta sotilib ketsa, $150-$200 minusga kirib qolasiz. Aynan shuning uchun men mana shu narsani mahsulotlarni olib tashlaganman mana u sharh yozgan mahsulotim ko'rinmayapti. Tak, mana ko'rib turibsiz, mahsulotlar har xil qo'yilgan. Mana $49 ga tushirib qo'ydik, $65 edi, $60 edi, $44 ga tushirib qo'ydik. Shunaqa deb ma'lumotlarni yozib qo'yganmiz va mana bu mahsulotni birinchi qo'shganmiz. Aynan shuni qo'shishimizdan oldin mana bu nima desam bo'ladi? Baho berish, kiyimlarga baho berish funksiyasi qo'shilmagan edi. Aynan shuning uchun, aynan mana shu mahsulotimizda u tugma mavjud emas. Tak. Xullas, yaratganingizdan keyin odatda sal sozlab chiqishingiz kerak. Mana hozir bu saytimizda ko'rib turadigan bo'lsangiz, mana bu yerda kiyimlarni ro'yxati turibdi. Mana ko'ryapsizmi? Buni pastga tushishingiz bilan mana bu yerda srazi ranglarini tanlang. Mana bu yerda o'lchamini tanlang nechta olishingizni mana bu yerda kiriting kartaga bundoq qo'shib qo'ying. Mana tepada 11 ta qo'shildi deb tursin yoki srazi sotib olishni bosing yoki mana bu yerda bunday yulduzcha bosib turib, fikringizni yoldirib, mana bu yerga megabaytli nima desam bo'ladi, video yoki rasmlaringizni yuklab, fikr bildirib qo'ysangiz ham bo'ladi deb aytib o'tgan. Keyin pastda mana kiyim haqida maxsus nimalar, brend nomlari, qayerdan yetkazib beriladi, qayerdan nima qilinadi, xullas sezon uchun, qaysi sezon uchun mos, xullas ma'lumotlar borda endi. Unaqa o'zbekcha o'qib bersak uyatli bo'ladigan ma'lumotlar ham yozilgan u yerda. Endi o'zi kiyimdan ham o'zi bilib turibsizlar. Endi amerikaliklar kiyadi, endi bizda nima ham deymiz endi. Xullas, tak. Bu yerda ma'lumotlarni qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek hamma narsa turibdi. Va yana bitta muammo, bitta kirib ko'rganingizda, mana sotuvda bor deyapsiz, to'g'rimi? Aynan mana to'lov tizimi. Aynan mana shu mana Google Pay orqali olaman deb belgiladingiz. Mana belgilash bitta ustiga tugmani bossangiz, mana Google avtomatik ishlab ketadi. Bu Stripe tizimida bor. Boshqa yo'l bilan so'zlash imkoni yo'q O'zbekistondan turib. Xullas mana shu Shopify do'konini to'liq o'rganmoqchi bo'lganlar uchun boshqalarga o'xshab 350 ming, 1 million, 2 million demaymiz. To'g'risini aytaman, menda hozir reklama uchun, do'konimni reklama qilish uchun pul yo'q. 50 ming so'mdan bir 200 tacha odamga sotmoqchiman. 200 tacha odamga sotganimizdan keyin 50 ming so'mdan bir 10 million so'm pul bo'ladi. O'sha 10 million pul bilan bitta reklama qilib, o'sha keyingi bosqichda natijasi bilan sizga do'konni rivojlantirish ketma-ketliklari bilan ulashib bormoqchiman. U 200 ta odam olinadi, faqatgina o'sha 200 ta odamga qo'shib qo'yamiz. Tak, mana bu yerda aytyapti. Kadir Market does not currently deliver to this address. Use a different address to complete your purchase deb aytyapti. Bu nima? Ya'ni Kadir Market hozir siz kiritgan adresga yetkazib bera olmaydi. Siz boshqa adresni kiritib keyin xaridingizni yakunlashga harakat qilib ko'ring deyapti.
to'g'ri mana. Bu yerda Farg'ona viloyati Bag'dod tumani Guliston qishlog'i xullas, mana uy manzilim yozilgan. O'zbekiston u Google'ga avtomatik kiritib qo'yganman. Ba'zi narsalarda kerak bo'lib qolishini bilganim uchun. Xohlasangiz kelishingiz ham bo'ladi mana shu uyga. Bu akamni nomi, akam ismi, mani ismim Muhammad Qodir. Xullas, shunaqa deyapti-da, "San kiritgan manzilga yetkazib berolmaydi. San o'zing boshqa manzil kirit" deb aytyapti. Chunki meni do'konim Amerika uchun sozlangan. Ya'ni Amerikada omborim bor deb aldaganman, shu paytda loq qilganman. Qisqasi aytganda, bu hech narsa qilmaydi. Siz muhimi sotyapsiz. Siz Shopify'ga foyda keltiryapsiz. Bu yerda sal yolg'on ishlatsangiz, shu strelek qilsangiz, hech qanaqa muammosi yo'q ekan. Eng qizig'i shu. Alisda ham aldab qo'yishadi-yu. Qishlog'ingga borsang, qayerga borishimni tavsiya qilasan desa, men Kaliforniyada yashayman, Kaliforniyaga borsang mana bu bog'ga kir deydi-yu. Xullas, shunaqa. Tak, bu nimaga $0.1 deb ko'rsatyapti? Mana shu narsani juda ko'p odam so'rayapti-da, mana shu $0.1 deb ko'rsatyapti-yu, mahsulotingizni narxi $50 edi, $60 edi, nimaga bunaqa ko'rsatyapti deganga, bu hech qanaqa bu nima emas. Do'konga, masalan, yangi do'konga kirganingizda, ishonchliligini tekshirish uchun Google Pay boshlanishida rostdan mana shu do'konda to'lov qilmoqchimisan deb so'rash uchun, oldin tasdiq uchun 0.1 sent. Bu sizga emas, bu Google'ga ketadigan pul. Bu to'langandan keyin mahsulotni haqiqiy narxini sizga ko'rsatib chiqarib beradi. Mana bu $59 to'layapsan mana shu mahsulotga deb ko'rsatadi. Olgandan keyin xullas yetkazib berishga mana 9900 ta stokda bor. Xullas ma'lumotlar, mana bu yerda o'lcham bo'yicha nimalar, xullas hammasi bor. Mana bu yerga mahsulot, qo'shimcha mahsulotlarni qo'shsangiz bo'ladi. Xullas, do'koningizga qancha ko'p pul tiqaversangiz, masalan $100 tiqsangiz, chiroyli do'kon bo'ladi. $1000 tiqadigan bo'lsangiz, dahshat do'kon bo'ladi. Xullas, sifati endi nima desam bo'ladi, o'ziga qarab ketaveradi mana. O'taletib qo'yamiz, bo'ldi, ketdi mana. Your card is empty. Sizni savatingiz bo'sh turibdi, deyapti. Mana bu yerga kataloglar qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Xullas, mana shu Shopify'ni to'liq o'rganmoqchi bo'lganlar, nimalar haqidadir o'rganmoqchi bo'lganlar, bemalol Telegramdan lichkamni qoldirib qo'yaman. Telegramdan lichkamni ko'rsatmay qo'yaveraymikan. Tak. Mana Telegram betaga kiramiz. O'zimni ko'rsatish uchun o'zimni lichkamni ko'rsatmayman, mana to'g'rimi? Tak. Ko'rsatamizda mana qidiruvga yozamiz. Tak. To'xtang, mana shu chiqib keldi mana. Mana Muhammad Qodir 1 deb saqlanib qilingan ekan. Tak, xullas mana. Mana shu lichkam bo'ladi, mana shu telefon nomerim bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqsangiz bo'laveradi. Mana bu yerda mana market do'konim ochilyapti turgan paytda belgilab qo'yganman. Xullas, mana Telegramda mana shu nimam bor, lichkamiz bor. Xullas, mana shunga bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Yana bitta narsa, bu lichkani ssilkasini nima desam bo'ladi? Videoni kommentariyasida description qismida ham qoldirib qo'yaman. Bemalol qiziqqanlar tak qo'shilib harakat qilsak bo'ladi. Birgalikda harakat qilsak, lekin bitta narsani maslahat beraman. Birinchidan, nima desam bo'ladi? Dangasa bo'lmasligingiz kerak. Pulingiz bo'lsa, o'rganganingiz yaxshi. Masalan, bir $400-500 sarflashga tayyor odam bo'lsangiz, maslahat beraman. O'zim qilmoqchi edim, to'g'risi, unchalik hammaga ham o'rgatib, nima qilib, odamni ko'paytirmoqchi emas edim. Lekin mana shu reklamaga, unga bunga pul kerak bo'lganligi uchun, o'zimcha unaqa katta bola bo'lmaganligim uchun unaqa ko'p pulni kreditga ham menga berishmasligi uchun, mana shu tavakkal qilmaslik uchun, xullas, iloji boricha o'zimni nima desam bo'ladi, cho'ntagimni ko'targancha yoki shunaqa ishlar bilan sekin-sekin do'konimni ko'tarib rivojlantirmoqchiman. Xudo xohlasa, hammamizda ham maqsad har xil. Xullas shunaqa. Bemalol agar o'rganmoqchilar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu qanaqa qilib Stripe akkaunt ochish kerak, boshqa hamma muammolarni hal qilib tushuntirib beramiz. Amerikada bank hisobi ochiladi birinchi o'rinda, undan keyin bank hisobni boshqa adreslardan ulaymiz, undan keyin boshlang'ich to'lovlarni olamiz. Masalan, 100-200 ta sotib olganingizda $2000-3000 pulingiz bo'ladi. O'sha paytda $500 ga Amerikada onlayn kompaniya ochib turib, yana ham ishonchli kompaniya bo'lib turib, iloji bo'lsa PayPal ochishga ham harakatini qilib, do'konimizni 2-3 barobar savdolarini kuchaytirib yuborishga harakat qilamiz. Shuning uchun albatta bizga
obuna bo'lishingizdan chiqmasin, mana shu kanalimiz, prosmotrlarni normalniy qilib bersanglar, 2000, 3000 ta yo 5000 ta, 10,000 ta prosmotr qilib beradigan bo'lsanglar, даже kanalni ham sotib yuboramizda, monetizatsiyasini yoqib. И u kanalni pulini ham mana shu do'konga tiqib yuboramiz. Xullas, hammanglarga omad, ishinglarda rivoj, kuninglar yaxshi bo'lsin. Bemalol aloqalar, savollar, hamma narsani o'sha mana shu kichkintoy bossga yozib hal qilsanglar bo'laveradi. Mana bu yerda lichka, mana bu yerda telefon raqam. Keyingi videolarda ko'rishguncha alvido.